Sakın hepto. Kilang. Bizden yeni maşinamızı kilang. Şimdi ne yapma? Siz yapmayısınız. Şimdi ne yapma? Sen mi yapmadın? Bu işini amrak maşinam yaptı ya. Bir Sözler bir hissiyatımızdan. ya ötkü. Kodum başım kodur bakmagan. Mau aldım mau hissiyat nindeyimiz hem de mau bir aeroplanda oturuvatkan bir xil hissiyat var ya mende. Ben acayip hayacanım. Canınız gerek yok. Derizinin perdesini yetmezsekler biz aeroplanda oturtağındaki mağamız. Elbette bu amrak maşinamdan biz gibi gelgen. Yaxşı soğuğusu, yaxşı mülazimeti. Şoför falan. Şoför aldı da. What? Ben akamni şoförlükten çekindim. Ben nakş koyma, paramı kıytılıma. Mana. Demek maşina inmeydiğen balon öyle. Vay yaxşı. Onda olsa bugün bizniki maşinamız yeni olandı. Elbette çolpalarımızı kızık batıda bizden tamaşalarımız. Onu mehbiya depemeyiz aka. Demeyle. Onda olsa birbirler tervalaylı. Birden tervalaylı. Avalımızda. Emsa tekniğiniz amrak maşinam tavizdarlıqdaki uçuruş programımızda olsun. Yapto. Şimdi ben açayım. Size can. Hadi çıksana. Handa aka. Yaxşıma sizin çıkaracağız maşinamızga. Ay mana. Tekrar koşaktı. Koşaklıkla kalap otlu biz. Yaxşı bir görüşeteyler. Yaxşı aka. Kini akıllarımız. Hayır, siz kimden deyizler? Sana ağabeyleriniz için. Ailem yok. Bizden yol kıldı ama. Bizden yalnız. Abdü Semih'e parat kılıydı. Bundan hoşam yok. Boşuna oldu. Paramanda değil. Allah'ı çıkmadı. Şimdi aşında boşluk adamlarınki adetim şunda bir gepler çıkıp kalıdı şu an. Yok vaxtıda. Yok vaxtıda. Hayretlandı. Bizden hayret. Mesela kaysı tarafdan yıkamdın kilamda, taraftan yıkamda? Ya Semih'in deyim ha. Semih yıkamıydı. Ben onda da durmayayım. İyi çıkıyor sende. Bence sen tuturakçı. Kanda, Semih'in bir karakterim bilip olayım ben. Hem de uniki aşı bir anam çıraylık naksı bilen ben Semih'in bir çengen, tunban. Lekin karakter, micaz, o vücutlardan da bilip ketmeyim. Abdü Semih erken, benimki 8 yıllık sabah düşüm. Wow, mana. Havayla bırak yaptın ya. Sanat mektepte bulungan. Biz Muqam Tespit'de bulungan bir yatakta, bir sınıfta. Abdü Semih yanında man qarganda iştmeyeceğiz rek. İşçi. İşimiz. Cumhur demek. Cumhur. Lekin kasbga bo'lgan mas'uliyatchanlik va boshqalar bo'lgan do'stlarni qadrlash bu jihatda gap ketmaydi. Şu, onun çıraydım bir kız samimilik, ne bir mihribanlık çıkıp durdu ki ben bazı işitmeyeceğiz diyen tamam. Ondan yok. Ondan yok. Hem de ben Hocikam da yerde kaldık mı? Mişe bizim aşağı çıkandayken yaş fark bilen, sensiz meselesi aldı bilen hal kılındığın mühim mesele oldu. Hem de meni sen demesemle buldum. Ya ben sizde, siz beni senden sen beni biz iki mesele şey vereyim. Hem de ben yansızdı siz. Ya. Bak Hojikamla aşk öğlenmişsen bu mu diye bilen tonuğan. Hazırlıkçı bir öğrenip ketkensiz mi ya? Şu naksular öğrenip oldu. Balam ba. Atal kızım ba. Ay demek bu nakşını eğitişten aval öğrenmegen bağıydım. Aşı nakşını eğitip öğrenip keteceğim. Kuturuş çıkan akşayda. Ben de tutup birden bir kıldıraşımız nemegen de boylap baksam şu öğrenlik aşken. Hizmetli bu mühim ki hazır öğrenmiş yok. Aile çok olmadı bilen bir mükemmel bir aile olmuş gerek ya. 26 yaş vaqtimda tutaygan. Shunda bo'lgan ekan 26 yoshdan keyin o'ylanmasam
Kinsel qiyinchilik uchrayotganda aytganman bo'lib qo'ydik kalpal ham satadi Xil qimmatga o'ylanibsizlar-da? qachon to'yganman to'y qilayman deb o'ylagan 2016-yil Ashunaqshinami bak ta'siri yaxshi bo'ldi ya. Shunday men natijasi bo'lib bilan natijasi bilan shuni o'ylayman-ku. Abdusamim to'y qildi uni o'ylandi Ay sen ertaga baxshidan to'kishsizmi? va karat o'ylanmadi qaralar Abdusaminikin deydi. asl Abdusamim mening keyinimdan to'y qilmoqchi tuyuqsizlar bir oy burun men to'y qilgan bo'ldim 8-oyning 4-kuni Maralishida Öyle baran bize şunba mı yok. Yapacağız adam hayat lüksek miyiz o gitti. Böyle maalesef çokun. Ben canım acı toy sen kolda işte koydum ama. Hazır Sami'nin gibi çıktı. Çok ekran aldık dostlarımız bildi de. Hazır ikinci mihman Sami dedi. Sami kam ya. Sen şöyle baran da. Nerede o bre? Adet doktorxonada yuribdi. Bir qanday deysiz? Ben salomatligim yaxshi emas deydi o amaliyot yaxshi. Ha. O qarban özünün sağlamlığına ko'ngil bo'lib Resmi. Ashnami? Boyan qilib. Boyanmi? Ko'rimizga hozir chiqib keldik-mi? Kaptaga o'xshamadi. Osh qasabxonada bormi? Mashirkani ketdi. Men ko'rib qoldim bu yerga. Seni marhamat aka. Yaxshi gaplaringizni qilib menayotgan to'g'ri. G'aybat bo'lmadi. G'aybat bo'lmadi. G'aybat qildi. İçmeyeceğiz. G'aybat bo'lmaganiga ishondim. Tamam. G'aybat yo'q qo'yadi. Aksami bu de pek sizlarning tarbiyalarni qildik ya. Shunda sizlarning xarakteringlardan tortib sizlarniki shu hozirgacha davom etgan savodashlik mehringlardan tortib oila qurg'icha to'y qilib shu bağlanıp ketken zincirsiman holatlarni shunda hayajon deb berdi. Uni bir o'g'lim, meni bir qizim bor. Hem de uch kishini bog'laymiz demoqchisilar. Uni olmaz qoldi. Aka, qanday aldirashib ketdingiz? Bo'ladi herhalde şu ishlar bilan, xizmatlar bilan. Men bu Barat Ballı bilan burun ishxonni birga qilgan, endi bu ishxonni sen shunga aytdi. Degan plan bilan studiyani ayrim qilib, lekin bizning guruhimiz yana joyida turibdi. Şu müzik ishlash ishlari bilan men yaqin Ipak yo'lidagi musiklari bilan sen jiddiy bo'ladi. Mana. Siz chiqmaganda siz chiqmaganda sizning yaxshi ipingizni qildim. Endi Paratkam chiqmasda siz Paratkamning yaxshi ipini qilib bersiz-da. Men yaxshi gap qo'shdim naqshida aka. Paratdak sho'qchi. Sho'qma. Tamam. Itilib turgan, cho'chirab turgan ishlar. Elqi biz qaraganda biz uchaylarning mijozi 3 xil. Uchaylarning mijozi 3 xil. Lekin buyumlar bir xil. Qo'yin xil aka. Paratkan bakarani deyman. Sizlar yigizib qanchalik yigizib baqchi. Endi sel sho'xroq endi bizniki men hamdan ig'roq. Xo'ja endi hamma tanishib ma'noligini bor. Aparatmi sho'x endi shu uchaylarning mijozini o'xshamasligi bir-birimizni to'liqlab ketayotgan yerimiz. Bu guruh resmi bir moslashgan guruh bo'libdi. Guruhning ipini yeli qilmas. Guruhning ipini yeli qilamiz. Menda bir gap bor. Paratkanim olsam analar o'ylanmagandim birisiga. Endi Xo'jakamning o'ylanmagani. Shuncha naqshlarni esim to'y qilmadi bu. Paratkam chiqishini qo'yib etdimiz. Qarab turiblar shu. Paratkam butunlay aytib beraylik. Bo'ldi. Nima deydi u? Uni men sizlarni bizlar shofir akamiz ketib bordi. Sevmamda. Uni shirkatdan chiqdim. Xo'jayim chiqdi. Paratkam nereden chiqqandi? Parat Adet qaysi taraflarda To'xtaganda bo'ldimi? Bu öğrenci muhabbet çok emas. Hamda Paratning asosan yuradigan dairasimiz Akbozatdan uyoqqa yo'lda ketib umuman bek jingalli ko'rindi-ku. Badandan. Shunda qarab tepaman-da uni. Astagfirullah.
Qanda aka yaxshimi? Voy, qanda deyman. Men so'g'u havoda to'nlab naqsha kelib o'tiring aka. Men so'g'u havoda amir to'nlab chiqib bo'lib qizib ketgan g'ayrat. Ya. Shunda yaxshi gapinglar. Chiqdal qo'rqin deydi. Chiqdal quloqlar aka. Boshqa mer sen ham bir nasihatimiz bor. Yaxshi bo'lgan. Yaxshi nasihat bor. Biz 5-2-3-4 minut hammamiz İşim vardı bir yerge, işimde ahmet konmadı. İşim vardı bir yerge, işimde ahmet konmadı. Toyunun gibi barsam nege, öylenmesem bolmadı. Toyunun gibi barsam nege, öylenmesem bolmadı. Öylenemem, kaşı karaga, öylenemem, kışı karaga. Yaraşmadı, boy taklı. Mendek oğul balaga, öylenemem, kaşı karaga, küzü karaga, yaraşmadı boytaklı. Mendek oğul balaga, mendek oğul balaga. Asıl sendek oğul balaga sen bak. Mendek oğul balaga. Sen ötüp oldun mu? Bizde hem de bir toyuk bulağı balımız var adam öğlenmişsen bomba da tek sattirdik ya. Aldırdı toy kılıyorduklar resmatı da mı aldı? Vakti toy kılatmışsan ertegen bizim balığıyla oynayıp yürüsen sen kırdalar. Abi ben amrak maşinamı tayya. Eğer namza tayya olsa köçereple gitmez zaten. Köçereple şunda kolaylıklaşıp gitti az yer. Berat kanda. Yaşkanlar Yaxşı deyman. Yaxshi. Salamat beyin yaxshi baytın. Sunda dep ketip parada çıkamaylaymış makine. Men chiqolmay o'tirgandek bo'lasiz mashinada. Taratgan pek istiqli parani yutib oldi. To'yning gapini yutib oldi. To'yning gapi voy nima qilman bo'lsa shashtirib aparadi. Ya bo'ldi, endi to'yning gapidan qilib bo'lmaydi. Toyning gibi basam nege öğlenmesem Bo'lmadi dedi. Şunda geldi. Qo'llashqanim deydi. 5 yil bo'ldi deyman. Qo'llash bulanmidi? Qo'llash. Asasan tushunganim tushungan. Taratgan hijlab chiqqanmisan aka, endi taratganning kasbi to'g'riliq mazraq param qilmasa. Bunda o'tirib ketdi taratgan. Taratganim balki menda ekran oldida ko'rsamizning hammasi biladi. Ammo qo'lda elektronlik royal chiqib qolib baqsin bu sammo mammo degizdi. Ashtami? Avtomuzikasini hazırkum. Jantandan til tuga ketdi. Birani ijod qilamiz aka, haqlabchi tildan. Onu qilib boqamiz. Onun kuchimiz yetami? Her ishlar kuchimiz yetadi. Chamolsangmi sananchi qaytib bo'lsam qilar emasmi? Endi bu ish qilib. Jim o'tirib gapni al qiziqini aytib o'tir ekan. Endi paratkam chiqishdan avval Samikam siz to'g'riliq gap qildi, G'ojikam siz to'g'riliq gap qildi. Siz qanday gap qilasiz? Men cho'qim yaxshi gap qildi deb o'yladim. Tek bir sana şimdikensizler. Aka. Afsus deb qo'ygan. Bek bo'ldir. Ya men ishini nima ish qildi sanlar biz uchaylarga nurg'a adam deb ketishim. Men o'yinaman kelib, mashqni yomon gapini qiladigan. Sen mening yana kelib, mashqimizni yomon gapini qilib, ayrıtımız degan adamni bek ko'pchu. Biz o ishlarni pishib ketdi, hozir o'zimizga tasalli tepib. Ayrılmaymiz deb. Ayrılmaydan bo'lib ketdi. Ko'zdagimiz akamizdek qolag'imiz. G'aybat xurning tinmas og'ziga chaqpaydigan cham bo'lsa deydi. Likam dorib. Mana. Bu mashina olib chiqishimizga sabab hamdi. Yaqinda sizlarda yangiliklar bek chiqib aka. Bu naqshalar birga taqtilyotdi. Sizlar bir guruh qilibsizlar aka. Bu guruhdan bizning programmani jakarlab hamsanlar bo'lmaydi. Qanday guruh bu? Qanday maqsadda, qaysi nishonda bu guruhni qurdinglar, to'g'riliq pichanglar. Birdan gap talashib turib, pasan bo'ldi. Demek bunu bir ansambl demdim. Sen ansambl. Ansambl yo'q. Yo'di bular ansambl degan aka. Grup. Bunun şirketten parat bir çoğun iki yerde aşkarladı. Hem de Mahmut küçük gelmez, maşini var. Boşakla atansın. Mert öz parat jakarlasın. Oldu dedim şirketim jakarlasın. Yani okşaş demdi ya özgürep kalam demdi. Başka ballar kayıp aldı bu. Saskanma nakşı olmadan biriyle bakalım. Ondayım. Hazır avatılı mı? Vay neyim avatılı. Ya bu gruppa aslında biz burun plan qilgan, üçeylen.
davom deb keyin guruh qilib buni ism qo'ysak davom deb qo'ysak bo'ladi ekan degan bir ideya botdi kalimizda. Keyindan bir programmada bizning ustozimiz Abdulla Abdurim ustoz deb qoldi sizlar uchun nayt yaxshi hamkorlik qilyapsizlar, nayt yaxshi asarlarni taqdiyotsizlar. Endi mush guruhlarning ismi nima degan vaqtda men shu jiddiy avval asıdlam ama o'ylaganimni deytib qoldim shu yerda. Davom guruhi deb davomni eg'zimdan chiqib etib qoldim. Ustoz bu yerda ishlarni jakar etib qoldi. Keyindan yana bir faoliyatda yana ustoz yana shu gapni qilib, bularning guruhi davom deb yana bir jakarni etdi. Emniyatda biz endi qo'ymoqchi bu ismni. Shuni ustozning gap so'zlari orqali muqim bo'lib ketdi bu davomni ismchi. Baxtlikkanman, chunki Abdulla akam qo'yapti bizga ismni. Biz Abdulla akam deydik, akam bilan Parat deydi-ku bizga akam. Buyda bir ismni o'ylashgan to'g'ri degandan keyin Abdulla akam mayt yaxshi ism bo'ldi. O'sha qo'ygan dedi jakarildi. Demak bizniki naqshsal kardimiz. Bizning eng buyuk ustozimiz bizga bu ismni muqimlashtirib berganki biz texnik qo'shilib qaytib kelgan majlisga yig'ilashdim men. Qaynaqsa qo'yib mavzular yaxshi oldu Parat chiqdim jakarlabsa biz bunu davomlashtirdik. Mayli Sevcan'la nasıl ayırmaydigan naxshamiz aytib, sen ayırmaydigan naxshamiz aytibmi, ayırmaydigan naxshamiz bo'lsa aytibmi. Lekin bir aytgan naxsh olsa cho'qim biz yaxshi maslahatlashib, yaxshi bir pishirib, aning keyindan sotib olib chiqaylik. Mana ismini ikki qatim jakarladik. Davomlab ketmayli dedik. Şuna bugün sallama bunalar. Mertemet. Aramızda içmeydi. Sen sen lüçe çıkıp kaldı. Sen benim pek boza kıldık. Ya. Bu zaten kanmaydı bu. Kalmaydı. Hem de Semikam bek azap koyken Sizler birazcık bir gap kızıp ben sana mesela Semi Çıraylık diye gaplarni anlap kaldım ben. Semi Çıraylık dedikken şu nakşınınki cemiyetke, cümleden Abdü Semi Erkin'e bo'lgan ta'siri bu emniyet yaxshi ta'sir. Senin öğlenmesen bu mıldaydı sen. Öğlenme dedim diye. Lekin anam Çıraylık diye nakşa aka. Hem de emmeylerine yılık jürkili anımız en ulu. Açta bu başka ölmez değil mi de o mu? Bek joyiga tushgan aham tekis bundan burun mesela Mihriban anam degandek mesela Can anam degandek nurg'unlagan kiyimlar bo'lgan lekin ma anam chiroyli degan naqshida bundan burun buyuk asarlar bek chiroyli haqiqatan go'zal ma'noda nima desa hammalarning bir farzand bola bizning qalbimizda ko'nglimizda o'zimizning onamizning dunyodagi eng chiroyli eng mehribon odam ekanligini bilamiz lekin shuni birasimiz shu onamizga balki bizningki ko'ngillarning gapida padishab deb qo'yib yoki xijilulash mana bir tuyg'ular o'zimizningki onamizni chiroyli deb ifodalab berdiganga yoki ashlarni bir madiylaydiganga bir tilimiz xijilchilik nuqtasidan yoki yuz tuvallik nuqtasidan ifodalanib berilmagan shu. Ma'noda demakchi yani chiroyli onam deganning o'zim yani mehribon eng go'zal demakchi-da endi to'g'ridan mushkipoz kunda turmushimizda deyilgan gaplar. Mesela onam chiroyli deb qo'yim dedingiz biz odatda onamiz shunda amroq. Men bu fursat deb olay. Mesela onam shunda kuyindi, men shunda amroq. Lekin men onamga ana ben sizni yaxshi ko'rmay ya onasi bek chiroyli deb boqolmagan. Nima qilganda bir xijillik bor, padishap deyotganmiz. Lekin ammo shu naqshinazi dedingiz. Shu padishaplar asli meningcha onam sizni yaxshi ko'rmay degan gap qanday bir padishap yotadigan, yotmaydigan gap emasda. Ashta gaplarni deb turish Kunda ne çıkıttım? Kunda ne çıkıttım? Şu vaqt aslında deyish kerak. Aslında mesela şu biz ameliyat reallik noktasından aytgan vaqtimizda adam nurg'ulgan oila qurgan mesela yoshlarimiz deyli. Şu ota-ona ayol mush munosabatni kelin, qiynon munosabatini tanishganmaganlik sababli nurg'ulgan oilalarda bu bir real vaqa bo'lyapti-ku. Onasini xorlab qo'ydigan yoki onasini ishtirib qo'ydigan yoki onasini özünün ayolidan tuban ko'rgan bu vaqtlar bor mesela ayolim uchun deb shunda qilib ketadi u lekin onasi bir taraf qilib qo'yotgan bu ishlar bor bu bir reallik hammamiz balki shunday ishlar bormi deydi amaliyot bu deganni atrofimizda nurg'un uchrayotdi bu mazmunlarchi haqiqiy bizning onamiz o'zimizning buyuk o'rnimizda eng yuqori martabada onalarimiz dodalarimiz hurmatlanishga haqli biz faqat mushadiki
o'rin masalasi kelgan vaqtida yoshlarimiz hissiyat qilib ketib mush o'rni almashtirib qo'yyapti shu ona bizniki dadalarimizning o'rnini mangu boshqa bir o'rindagi kishilar basamaydi shu u ona dada u mangu bizniki eng ulug' inson eng ulug' ta'riflash tegishli bo'lgan bizning hurmat to'rimizdagi kishilarimiz endi albatta bizning mangulik hamrohlarimiz xonimlarimizmi ularmi chuqur bizning yaqinimiz ham ularni biz izzatlaymiz hurmatlaymiz lekin mush ona bilan qiz kelin bilan mush o'rindagi munosabatni tashishga kelgan vaqtda yoshlarimiz tamtarab qoladi bu yerlarda shunlash hozir mush Samijonning mush naqshisidan biz bevosita olsaqchu asli men mani chiroyliq deb deganman o'ylab boqsam asli onam chiroyliq ekan to'g'ri unda deyish orqali kelinlarni yoki qizlarni o'rni ko'rganlik emas buningda biz haqiqiy o'rnimizda ko'rdig'inimiz onamiz umi chiroyliq lekin biz o'ylab boqaylik haqiqiy chiroyliq bo'lgan demakchi kelinning onasi bor to'g'ri aş balaning onasi bor hammamizning onasi bo'lganki bu hamda selish emas chuqur mashtaq bir mehribonligimizni yetkazishni unutib qolmasligimiz onani chiroyli onani yaxshi deyilgan qalb kiyimlarni tabiiy to'g'ri mana hammamizniki azizlarimiz omon bo'linglar go'zal turinglar sizlarni suymaymiz Çıraylı bana şeydu balam çıraylı Gülmeyi deptimen canan çıraylı bana şeydu balam çıraylı ayrılan çağda bildim ki Şerhemdim anam çıraylı ayrılan çağda bildim ki şerhemdim anam çıraylı anam baylim anam ijodiyati bo'lgan lekin o'sha tepida bormish yurakka boradigan bir melodiya bilan biz shu ijodiyatchini yoki shu naqshchimizni yoki shu cho'lpinimizni yana bir qadam ilgirlagan oldi tunaydi ekanmiz ayni vaqtda shu Samijonniki shunaqa sir aytgan vaqtida burun shunday kuylar bilan cho'lpin qilmish ijodiyatlar bilan lekin rost gapsa biz tunmaydiqcha mush naqshini aytgan vaqtida men ekran oldida qarab turdim oxiri eng oxir qolganda yig'lab ketdim ovoz chiqmay qolgandi aytmay qolgan ammo u aytmaslik qandaqdir aytamag'azlik emas naq maydondagilar butun shu hissiyatga kirib ketdi ishqilib borliq bizga baho bergan ustozlarni ajoyib hayajonda Samijon shu vaqt yuqori baholanmagan sharqliq tunuqan shu onam chiroyliq deysiz aka men yani ba'zi bir naqshlar orqali ismlarini majab qiziq qo'ydik akam deb masalan shamol deb naqsh chiqdi ha naqsha deb oldim yaqinda bo'ron qo'yimni deb chiqarammi deyman endi aka Avarayda ma'lumot shu arliqda bir mezgil ko'p qismliq bir narsalarni qilish bo'lib ketdi modulab ketdi masalan G'ujininki nima bayxonimninki endi uylanmasam bo'lmadi degan o'xshash olmaydi demak bayqizimni olmaydi degandek shuni o'xshash shu mezgilda bir naqshning endi ham bir naqshni ulab voqealikni ulaydigan bir ishlarni qilib demek dastlab shamolni aytdim shamol hali yaxshi chiqmadi lekin shamol chiqmaganligim shamol bo'ron bir narsa chiqqansam bo'ldi deb bo'ron qildik yaxshi bo'ldi hamda ilqi 90dagi do'stlarimiz ham Abdusamiy bo'ronni aytib 90da bo'ron to'xtamay kulib charchaqman bo'ldi shu vaqtki bizniki shu o'zimizniki qiziq
kızgınlığı, aşınan boğan bir şu vaktki bir ihtiyacı asasen. Senet hissiyatımız. Evet, senet hissiyatımız. Bu melekte nimaga tafakkur to'g'ri pagan vaqtda shu vaqtgacha. Hamda buni men undaq qilibman. Bundaq qilibman degan olmaydi. Abay akimizda bitirib ketdi. Ma'lum bir naqshchini, bir san'atchiniki shundaq o'ziga vakil bo'lib qolgan bir asar bo'lib qolgan ekan deb. Balki çık asarlarni aytishimiz mumkin. Uningdan ya birisi ya ikki chiqish mumkin, ya bir umr chiqmasligi mumkin. Hamda chiqmadi deb uni aytmag'ili tashib o'tkazib olmaydi. Birisi chiqsa bo'ldi, bu chiqib qoldi deb aytmayman. Yana bo'lmaydi. To'g'ri. Hamda bu yo'lda mana emas. Mayli amallar yaxshilashtirishimiz. To'g'ri. Bizning nazarimiz biz qilayotgan narsalar bulut o'zimizga loyiq. Nima qilsa hamma o'zimizga yaratib chiqaramiz. To'g'ri. O'zimizga loyiq qilamiz hamda boshqalarga yarasharmaslikka tirishimiz hamda. To'g'ri. Bel quvvat qilib bo'lmaydi. Shu mangan lekin davom etadigan gapda. Amrak maşinamdan devam eteyli. Tamam mana. Hammalarda kar shu anda men lekin Teoto qilib davom etaylik. Davom etaylik. Teotoni to'g'ri yo'l qilamiz, ha, ko'rsa. To'g'ri qilib biz. Endi şoför olmaydigan mashin. Şoför gapimizni anglayolmaydi. Amrak maşinamda şoförni ko'rsatmaymiz. Amrak mashinamning mashinalari o'z ma'noda bilmamsan. Bu naqshlarni bunda ko'sak, teksti, muzikasi, o'rlig'isi deb kuchanglar shu. Aralashib turib qilgansizlar. Bir sonli tekst yozsangiz, bir sonli muzika, bir sonli o'rinlab. Asta plan bilan bo'ldirashmi yo to'g'ri gap qilsaklar, men o'qay deb aytmagan yo'q. Masalan, ba'zi naqshlarni ashta aka, mushtag'illikchi. Unda masalan, Absamining hissiyatini Hoca düşünse, hocanın hissiyatını ben düşünmem. Benim hissiyatını bulup düşüngenindek. Mesela malı bir tekst yazdı. Ben qaraplam, ay adaş, mal benim nemem düşündü. Tabiilen bulup ketkense, kirişip ketken bir müzakere birle yürüyüş. Tabiilen qarap mesela hoca tekst yazdı o yazsam ben körüplam özümden kavalım şu usul icadiyetini şu. Mesela Absami qilib qalsa, Absami lirik buna tekstdan körüp qalsa özü işleydi. Qolu qaytlan ekan deb şu. Kirişip ketken birbirimizga demekçi bu. Tabiatım var. Herkes buyurdu. Taraf mağdur teksiz bre demeydi. Biz aşkımızı teyyakıp olgandan keyin anekede ma o taraf şudaki ma semeye kıldaki ma mamudaki ma üçümüz kıldık deymiz. Mesela misal. Bodo men bir üzemge bir nakış kıldım. Öğlenirsin. Yak. Delik nakışını. Neyi veren de kalan nakışını? Unuttum da bir nakışını da hep ben. Bu nakışının akordlarını çaldırıp Üzemci mehbi. Üzemeyetime de Taraklı aprayt. Üzemeyte de aprayt tayarlı kılıp nakış tütkendiken anlap baksan bu üç adam yetişti işte nakışken. Sonra maaşını çarpı. Sen anlap baksan emez ben dedim onu. Tamam başka malak. Dost temsil ki nakışken üçele yazsak sen yetkandın. Təsirsel yaxşı bularmıken degenden keyin bas qo'yib, iltimos yuqori Malawga Mirmatov cho'nqur, Kesboga Mirmatov cho'nqurga qashqa, bu yer shaxsiy qilmadi. Mana aytlar, musikani yatmanga chaldigan pulmidim dem. Anlaşılmışlar çağan boz öz nikahlı çaldı ya. Biz aytadigan boldik, mush patyakanda 100 ko'rsatdim. Bu doğru sanatkarlardan başkasıydı ha? Başka. Bu şok mu? Lirik. Bana baldırak mehbiyat. Şuna zakar. Bizdeki de yetimiz kamerma. Şok bu da tayarlık. Agar aşınaq çıkırganda az qalganda aytdanlar maşinaya da parımız maşinada keledi. Maşindalan qo'yaylar. TV'sini bakab turgansiz bo'lgan. Bikap turaydi zakar. Hazır bey qo'yğulğamız, azırak qo'yarkanmiz. Yaştatsa. Azırak bir aşkarılsak olmamdı deyim buna. Aş vaqt qillar. Sizlar ketim kelmaydigan fursat qolsa, mehbiy ballar. Oğlum davamda qo'ysak chiqqan bir taqat qilib Ya sen yanmanmasa işitile baytamını da opera. Bu iş qilib bilqa, ammalarni kim boydur desem, yalnız parat deb tutadi. Özüm bek biz chaqlab tutadi, men tayinlik deb qo'ydim. Mana shunda qilib qirqib qo'ygandek kapsila. Qirqib qo'ygandek da. Sahayga shunda kapsilada, baytin degandek to'liqlash. Anandaki ekrandaki halet, bu iş qilib pichonlarniki, sanatkarlarni ko'rib, ikisi matrab 2 yil turdik ya. O'tirda parat kam turdik. Ajoyib bir komediya mı? Emas, qiziq chiqib qoldi. Paralarım fakat azırak bir paka oldu. Sebep maşki paka özden sel igizligini la başka bir şey oynadı çok. Sen yerimiz otursa, hey, ötkör 1.80'de otur paka kulağın nakladın ya. Bu igizlikni aşkarma ya. Sen igizme. Evet demem. Demek ki çaqçaq. Muşundaq güzel keyfiyatlar bilan yaxshi hamkorlashish
işleri neticelik ro'yobga chiqsa bizim bak hoş olduk emas diyor. Cümleden şu sanatkarlarla kuyum var iken şu yakında taraflarda tez sürati taqaldı hem alqışlab bir naqshi bo'ldi, ijodiyat bo'ldi bu cümleden men ko'rib bak hayacanlandım işte. Şunların avaz tutsonlardan tatip işte bunu orundaş. Şunların üç xilga avazınlar diyor. Farqliq xos bir farqliq chiqdi ekan. Andiken birikkan ovozlarniki hem gerçi biz kasbiy bo'lmasak lekin bunda yo'q. Anlab bilamiz. Biz bek anlayıp barımız aka kasbiy odamlar chiqqan degan Allah anlayıp. Rastlash qilib bor ekan shu yurak kilamchi. Ash ekran oldidagi mush san'at uchun jon ko'ydirayotgan, san'at uchun to'p yaratayotgan, mush san'at uchun deb xalqim uchun mulozimat qilayotgan barcha sho'tballar, barcha san'atkorlarga mush naqshlar orqali biz o'zimizning qizg'in solimimizni yo'llay olay ekanmiz-ku. Biz nim demakchi san'atkorlar sizlarga, biz asli sizlarni manda demakchi deyalay ekanmiz-ku. Mushundaq bir ijodiyat kampi mana o'rin to'shqizdi. Amaliyotda bizga ilhom bo'lgan mana sizlardek ustozlar, shunda biz madad beribchi. Bizga madadlar bizga ilhom bo'lgan-ku gayda. Shu san'atkorlar odatda shu xalqni, boshqalarni kuylaydi, jiq kuylaydi, madilaydi, shularga uzuq ato qilgan. Lekin shu o'zim kuylamaydi. O'zini kuylamaydi. To'g'ri. Shuni qatta bizim hamda naqsh bo'lgan ekan. Biz ashlarni kuylasak cho'qim bir yaxshi bo'ldi degan fikr. Biz ustozlarni, san'atkorlarni kuyladik. Ya sizlarni san'atkor ya bizdek tirish yo'lda mevatlar. Shu yo'lda mevatlar bek cho'ng kelma. Lekin sen yaxshi kuylayman. San'atkor deyapti. Endi aka Samikamla Hojikamla ovozni anıldık mashinamizda. Yani deb tursam san'atkorlar qilib uchisini taklif qilmoqchisiz. Ya. Qo'g'lash qilib bunda tushunishayotgan qizbollarning gaplarimiz bor. Hozir men u nim qotman paratni yana shu temaga bog'lab akirib olmaydi. Chunki temamdan sal qochirdim. Men hozir akavatman qo'g'lashmasam nima? Qo'g'lash qilib qo'g'lashqa. Mana to'y qilmadi debdi-ku. Shu onda salchi ketdim aka, hozirgacha ketib borim mana. Bir şey dili çıkaydı ya. Bu anda Aysalan Ecel bir top gitti. Hennisi var. Ya hey azra. Abay da beten yaptı. Bak canlı kayıt ha. Soyuladır hazır bilmiyorum. Pek yazı değil işte. Etrafında pervane her şey git. Vermeymen fırsat Kollaşkan Vermeymen fırsat Kollaşkan Yemin sevmeyli Kollaşkanım kollaşkan Mecnun oldum senleyli Kollaşkanım kollaşkan Yemin sevmeyli Kollaşkanım kollaşkan Mecnun oldum senleyli Kollaşkanım kollaşkan Hoşça birader nakşi duranlar Hey, Yılman. Yaşkımızın kuzumdu yandı nunca. Hem de malın çalayım ben de ben bana uygun. Beyler ot samsada bir samsxana var. Aşağı çık samsı kildi ana. Samsıya piyazga kirip yüreğlerim de. Meyle ki. Meyle. Samsıya piyazga girip de tuzlatsız oldu. Hadi bir tuzlaş. Yazgıçılarının aldığı ondak ama. Ben yazgıç emez çımaraz. Ya akasın Benim yazan şair kendi de medep koykan ekran. Mana hemmimiz ekran. Yok dayman koca sen yiyip koydu ekansan. Ya fakat Cem neyse dizat kadı hem. Ben şairlerini hata çaymanlar. Ben fakat şu Cem'den açtım Cem çıkıp turmuş ne? Turmuş izat ben turmuş okursa ben fakat. Turmuş ne bulardı da Cem'in turmuş ne? İzat ben çok. Nakş tekst yazgıcı ya izat. Yani şair diye. Bunlar sen tıllaydı adaş. Nakş tekst yazsın da. Bezin yok, ne koydu Allah'a. Ya onda olsa sen birini yespa bizning amroq mashinamizga atab yoki bo'lmasa biz o'tkir ilishkimizga atab birini yespasan bir naqsh programmadalam asli bu mundaqkan deb turib sizlarning suhbatinglarni qilib dedim mana shu yoz qo'lamda bo'g'ini nurg'ulga ilhomlarni mayli şair bo'l yoki boshqacha bo'l
yak bo'lma, xalq o'zi ato qilsa bo'ldi. Aşı en lazımı aşı. Biz özümüzü çıkıp nurg'ulg'an kishilarni nurg'ulg'an anglovchilarga rahmat deb bo'lmaydi. Nima ish qildinglar? Biz ham da o'zimiz his qilganlarni san'at orqali ifodalayapmiz. Mayli ustozlar bo'lsin va yoki bizlar ham naqshlar bo'lsin, atrofimizni qo'llaydiganlar pek jiq. Shaxsan arsizlardan deymiz, mumdakamni deymiz, bizga shunday ilhomlarni berib turyapti-da. Biz ash aqlimiz boshchiligida butun naqshchilarga, ustoz san'atkorlarga rahmat aytamiz. O'zimizning qurdoshlari bor, ularga ham rahmat aytamiz. Bizga kelib amda demaydi, lekin yuragidan qo'llab menyapti-da. Eng muhimi amalchilarimizga bek rahmat aytamiz bo'lmaydi. Şikelenga ha. Biz bek anlaytimiz arkadaşlar. Boshchiligida. Biz boshchiligida emas, bizim asli birisi. Bizim aka polkimiz gapirib kelishdi. Bizning ham anglutini oldik deb turamiz aka. Nima futish programmasi bek gapirib deydi. Begash programda. Oldazada. Mashina qilishda Yo'qotdim deyishimlar, preparatni qilyaptimsizlar. Odam abone mangmidi shu mashina. Siz aş uydan chiqqan vaqtda tatib atımıza bilinmay, parangni qiziqida bilinmay qapti. Hozir chiroq to'xta deyman. Demak biz qachongacha yasalmalar o'timiz. Odamning tabiati undaq emas-ku. Cho'qim biz kuldig'ayat kulishimiz kerak. Hayajonli vaqtlarda biz cho'qim qo'limizni ko'tarib hayajonlanishimiz kerak. Bunda mashinalarni ko'ygan vaqtimizda hamda cho'qim bizma har eng yuqori shakldagi masalan shu qatnash qurollarining hammasini ishlatib ko'rdik bu. Ammo ma'vu bir namoq kirgan vaqtida bir hayron qoldik. Men kirib hayron qoldim-ku, hayron qilib ham ekran oldida davlatida mashina ko'rgan qalanda deb ulandı deb o'ylab qoldim-ku. Lekin men hissiyatım yushurmadim. Yaxshi mashina bo'lsa bu. Shaxsan ko'rmadi. Nima bo'ldi biz ko'rmasak? To'g'ri. Bizim bu şu vaqt kelganda ko'rimiz boshida emas. Ya balki bir umr ko'rmaymiz. Bu degan zangli qildiq emas. Markamizga tabiiyatni cho'qim chiqarib chiqamiz. Biz mushu amrat mashinamda ta'kidlaydiganimiz, mush san'atchilarimizniki, cho'lponlarimizniki, mush bizning eng yaqin ustozlarimizniki mushu tabiiy holatini. Ularniki mushu yasalmalardan chiqib ketgan holatdagi mayli kulgisi bo'lsin, yig'isi bo'lsin, mush tabiiy holatda biz ularni o'rtaqlasha olsak, bu bizning programmamizning uchrashish, ya'ni programmamizning qalbisi bo'ldi. Jiq programmada mesela abay deyishganda shu qitib olamiz shu. Qitib olsa xalq ishimizga gapni haqiqiy qilolmaydi. Mayada operatormi ishi Yo'q. Hammasi mardon. To'g'ri. Mardon deydi. Mardon yaxshi gapirmaydigan bo'lsanglar o'tgan. Hozirdan kesetida. Ko'rgansizlar. ilk bir top deb men biz aylantirayotdim-chi, u apparat avatatda ilk bir top ko'rding bacham bir tepsa yana yiqilib qolmaga rahmat bo'lmasa kerak bir tepsam shu mertam apparatni avatatda bishiq bir tekandi biz sat kelib men shuni bilan aplab fukam haqqima men chiroyli tatib qo'y voy men sanga ma'qul qilay u bu desam ko'zaynikni to'xtatadigan emaslar bosh ikkinchisi maqamlashdi voy qabbal unda qilmanglar unda yaxshi gap qo'yasiz chiroyli kirishtir desam pension qilibchi mana chiroyimni qo'nchoq o'qishdi har xil ko'rinishlardan beribdi maharat va demak charchaq qilmaydi hozir merdan senda qoldi merdanjon deylar merdanjon bek do'goning balki merdanjon deb o'rada chiqdi yaqinda kesekdan jo'raqlar mushpadi turpan o'yatdim mana o'yatdaysan turpanga bir ayuz ko'mlayga men o'ynatmadim turpan o'zimda men seni qo'ldan turma yeb chiqaman turpanni o'pga turpani bir to'yga olsam sakkan pichandini siz qo'yin sen deb emasmi kapaga qo'y kattimi qo'ysanga qo'yasanga bir to'y qilasan shunda shoq etmasam qarab chalar qarab chamansan dedi tutum qarab chapaqqa amsa qarab bir aytyapmamsiz bir naqshini bir chinkan qilib beringlar aka
Qanday bir kun Rasmi rasmi yalanmi yalanmi Ansiz boshlab beramsizlar beshini boshlab beramsiz Qayerdan tutsa deb sanatmikan boshlar ketan san'at uchun kuyayotgan yuraklar yuragida tuman arzu tilaklar Ular bizga aziz hamda keraklar san'atkorlar aziz sizlar azizlar Ular bizga aziz hamda keraklar san'atkorlar aziz sizlar azizlar San'at uchun barlig'ini atgan san'atkorlar aziz sizlar azizlar San'at uchun barlig'ini atgan san'atkorlar aziz sizlar azizlar San'atkorlar güzel hayat kuşanlıkta medetkarlar San'atkorlar güzel hayat kuşanlıkta medetkarlar Güzel hayat medetkarlar